Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Uy sotilyapti ekan-da mana. Aziz deb ko'rsalaringiz, haligi uchastka sotiladi deb qo'ydik. Mana patolog bo'lgan. Qo'ldan kelgancha imkoni boricha mana. Mana uylar, mana televizorlari. Shu uy joylik sotiladi. Viloyatda Payariq tumanida. Polvon Ariq mahallasida. Mana akamiz o'zlari. Hozir narxini aytamiz. 1 gektar 33 sotiq ekan. 2,5 ming dollar bo'lsa 25 ming dollar bo'lsa beradi. Beraman deyapti. Mana chegarasi bu yerdan ketadi, mana daraxt-paraxtlardan suv, oqma suv keladi, samoxod. Mana o'zlari uy egasi, mana shuni daraxtlari, mana molxonasi bilan tualetlari, tovuq kataklari, hamma sharoit bor. Chorva bog'. 1,5 gektar 1 gektar 33 sotik 25 ming ko'ki bo'lsa shunda berib beraman deyapti. Telefon nomeringiz necha aka? Nomeringizni aytchang. 470 Nechilik? 94lik. 94lik ekan. 470 470 28 28 66. 66 ga telefon qilaverasizlar. Meniki 94lik 99lik 192 88 66. Mana shu uchastka